Assalomu alaykum. Hozirgi qish mavsumida gaz o'chishi bu ko'pchilikda sodir bo'ladi. Kimlardadir puli tugab o'chadi, kimlardadir umuman gaz bilan muammolar bo'lib, remont yoki avariyalar sabab gazda o'chib yonadi va ba'zi holatlarda gazimizni puli tugab qolganda uni yoqishni bilmaymiz. Undan keyingi muammolar. Xullas, ushbu video rolikimiz orqali siz gazni to'lovlarni qilishni, qanday to'g'ri qilishni uyda o'tirib, hech kimga murojaat qilmasdan, hech kimga telefon qilmasdan, o'zingiz mustaqil telefoningiz orqali shu ishlarni bemalol qilishingiz mumkin bo'ladi. Buni men sizlarga o'rgatish uchun ushbu video rolikimni vaqt ajratib siz uchun maxsus tayyorlayapman. Juda ko'p xalqimiz mana shu qish mavsumida bilamiz, 10 daqiqa bo'lsa ham gazsiz qolib ketsa, xonalar qanaqa sovib ketadi. Albatta, meni mehnatimni qo'llab-quvvatlashni istasalaringiz bir dona like tugmasini bosing va podpisatsiya tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Demak, bugungi mavzuyimiz gazni o'chib qolgandan keyin qanday yoqsak bo'ladi, ya'ni to'lovni o'zimiz mustaqil uyda o'tirib o'tkazish. Unda e'tiboringizni telefonimizga qaratamiz. Demak, telefonimizni ichiga Payme yoki Click ilovasini App Store yoki bo'lmasam boshqa ilovalarni o'rnatib olamiz. App Store'dan o'rnatib oldik. Demak, Payme'ga kirib olganimizdan keyin bizga mana shu oplata bo'limi kerak bo'ladi. Oplata, ya'ni glavniy emas, ya'ni aynan oplata bo'limi kerak bo'ladi. Bu yerdan biz o'zimizning uyimizni qo'shishimiz mumkin, lekin bizga hozir o'zimizning uyimiz emas, aynan gaz kerak bo'lgani uchun Night'ni bosamiz va bu yerga gaz deb yozamiz. Ko'rib turibsizlar, birinchi gaz chiqdi, gazga bosamiz va bu yerdan o'zimizni yashab turgan hududni tanlaymiz. Misol uchun qaysi viloyatdan bo'lsangiz, barcha viloyatlar bor. Toshkent shahar filial, qaysi tumanda, misol uchun menda Uchtepada. Demak, ketdik. Litsevoy shot bilamiz, hammamizda bor. 006 dan yoki bo'lmasam boshqa raqamlardan boshlangan bo'ladi. U litsevoy shotimizni yozamiz, summani yozamiz va qancha qarzimiz borligini ko'rish uchun показать detalini bosamiz. Shunda sizda necha pul qarz borligini ko'rsatadi. Agar haqiqatan ham sizni ism familiyangizdagi qarzdorligingiz bilan to'g'ri kelsa, продолжitni bosamiz va to'lov amalga oshadi. Xuddi shunday sizlarga foydali ma'lumot bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan Payme ilovasi orqali gazga to'lov qilishni o'rganib oldik. Buni aqlingizga chiqadi, oddiy narsa-ku, men bilaman deydi, lekin yoshi katta, uyda o'tirib, tanish bilishi yo'qlar Paynetga chiqishni yoki bo'lmasam ertangi kun shahar markazlariga chiqib to'lov qilishni kutib, kunlarini sovuq kunlarda sovuqda o'tkazmasliklari uchun mana shu narsani aytib o'tdik. Yana sizga qiziqarli ma'lumotlar chiqarishda davom etamiz. Salomat bo'ling.